o'zbek yigitlari joy namozini olib, namoz vaqti kelsa borib ibodatini qilar ekan. Bir komandir bilib yurar ekan o'zbek yigit namoz o'qib yurishini. Har xil askarlar bilan do'st edi. Dinda do'stlashuv bor. Gruzin, arman, rus, moldovan, ukrain, belaruslar bilan xizmat qiladi. Namoz vaqti kelsa yo'q bo'lib qoladi, borib namozini o'qib kelib turaveradi. Juda odobli o'zbek yigiti. Komandir bilar ekanda bir kuni kalaka qilmoqchi bo'ldi. Qo'liga kalit berib o'zbek yigitni bor, ana mashinani debdi. Minib ana yoqqa borib qo'yasan debdi. O'zbek yigiti mashina haydashni bilmas ekan. O'rtoq komandir, men mashina haydashni bilmayman. Desa sen namoz o'qiysan-ku, Alloh bilan gaplashasan, yo'q bo'lib qolasan. Alloh bilan gaplashasan-ku. Alloh senga kuch-quvvat